Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin amin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uzun hadislarini aytib o'tganda, ya'ni dunyodan o'tar vaqtda bo'ladigan holatlar aytildi. Mo'min odam qanaqa bo'ladi, kofir odam, munofiq odam qanaqa bo'ladi, fojir odam. Dunyoda qoladigan hech kim yo'q, to'g'rimi? Qabrda so'raladigan asosiy 3 ta savol: Robbing kim? Dining nima, payg'ambaring kim deb. Endi mana shu e'tiqodda asosiy ham shu 3 ta. Qolgan qismlari hammasi shuni ustiga quriladi. Ya'ni Allohni tanish, yaratgan Parvardigorni tanish, keyin shu yaratgan Parvardigor insonlarga bergan yo'l, ya'ni dinni tanish va shu dinni o'rgatgan inson Rasulullohni tanish. Qolgan darslar shunga aloqali. Shu 3 qismni tushuntiradi. To'g'ri. Birinchi savol: Robbing kim? Parvardigoring kim? Sen sig'inadigan kim? Kimga sig'ingansan degan savol qabrda beriladigan birinchi savol. O'zi hamma aqlli insonlar dunyoga nimaga keldim deb o'ylash kerak. Shu o'ylangani uchun ham, ya'ni iymonga kelmagan odamlar hayratda yuradi. Allohni tanimagan insonlar oxiri borib o'zini o'ldiradigan, ya'ni dunyodagi bu shahvat, lazzatlar qoniqtirmaydi-da inson. Insonni qoniqtiradigan narsa ichidagi bo'shlik, bu Parvardigorga ishonish, Allohga ishonish. Shuning uchun bu albatta, ya'ni payg'ambarlar orqali Alloh taolo insonlarga oson qilib, yengil qilib bergan. E'tiqod, iymon masalasi juda ham oson, juda ham yengil, qulay. Xo'p, kitobdan boshlaymiz. Birinchi savol, demak, Robbing kim? Parvardigoring kim? Robbimiz Alloh subhanahu va taolodir. Hammaning Robbisidir. Hammaning yaratuvchisi, hammaning egasi, moliki, xo'jayini va ilohidir. Butun olamlarni ne'matlar bilan parvarish qiladi. Robb, Parvardigor degani mana shu parvarish qilib turadi ne'matlari bilan. Ham diniy, ham dunyoviy ne'matlar bilan. Tug'ilishimizdan oldin vujudga kelgunimizcha qancha qulayliklar, ona qornida, tug'ilgandan keyin qancha qulayliklar, ota-onaning mehri, onaning suti, undan keyin sutdan ajragandan keyin yana qancha ne'matlar bor. Xullas, Alloh taolo shunday mehribon zot. Alloh butun olamlarni, faqat insonlarni emas, butun olamlarni ne'matlari bilan parvarish qilib turadi, Parvardigor. U ma'buddir, sig'inilgan zotdir, ibodat qiladi odamlar. Allohdan boshqa hech bir haqiqiy ma'bud yo'q. Odamlar sig'inishi mumkin qabrga, butga, boshqa narsalarga, to'g'rimi? Buddaga sig'inish mumkin, haykallarga sig'inish mumkin, lekin nohaq. Ibodat bandalari sig'inishiga, egilishiga, ta'zim qilishga haqli bo'lgan zot faqatgina Allohdir. Biz Allohni qanday taniymiz? Allohni biz oyatlari bilan taniymiz. Oyatlari bilan oyat degan so'z mo'jiza. Qur'on oyatlarini ham oyat deyiladi. Borliqdagi, atrofimizdagi, muhitdagi, o'zimizdagi Allohning mo'jizalarini ham oyat deyiladi. Allohning oyatlari bilan va yaratganlar bilan taniymiz. Yaratilgan narsalar o'z-o'zidan yarilib qolmaydi. Hech narsa ko'zimiz o'ngida o'z-o'zidan paydo bo'layotgani yo'q-ku, to'g'rimi? Kimdir paydo qiladi, kimdir yaratadi. Hatto shu moddiy narsalarni ham, bir narsadan bir narsani ishlab chiqarsa ham kimdir qilgan bo'ladi uni. Mashina, telefonlar, to'g'rimi? Butun mahluqotlarni Alloh yaratgan. Mahluqotlari bilan taniymiz Allohni. Alloh taologa iymon keltirish, g'aybga iymon keltirish. Lekin Allohning dalillari shu oyatlarida, mo'jizalarida, mahluqotlarida. Allohning dalillaridandir har kuni biz ko'radigan Alloh taoloning mo'jizalaridan kechasi kunduzi. Shu kechasi kunduzni tafakkur qiling. Nima uchun Alloh shunday qildi? Nima uchun kechasida odamlar orom oladigan qilib qo'ydi? Nima uchun kunduzini qildi, Alloh yaratdi? Agar qiyomatgacha kechasi bo'ladigan bo'lsa, rizq izlash uchun kunduzini kim qilib berardi sizlarga degan oyat bor. Yoki qiyomatgacha kunduzi bo'ladigan bo'lsa, hech tun bo'lmasa, dam olish uchun tunni sizlarga kim tun paydo qilib berardi degan oyat bor. Kecha-yu kunduz Allohning mo'jizalaridandir. Quyosh, mana quyosh mo'jizasi, oy. Yana Allohning yaratganlaridan osmonlar, 7 osmon, 7 qavat yer. Ularning ichidagilar, mavjudotlar, ho suvdagi, ho quruqlikdagi, ularning o'rtasidagi mavjudotlar. Demak, Allohning parvardigorligiga ishonish. Allohning tavhid-ur rububiyya, shu parvarish qilishida yagona o'zi parvarish qiladi. Yagona o'zi yaratgan, yagona o'zi ne'matlari bilan parvarish qiladi. Bu tavhid-ur rububiyya deyiladi. Tavhid-ur rububiyya degani yaratgan Alloh deb iqror bo'lish degani. Ya'ni Allohni yaratuvchi,
Alloh taolo bizning molikimiz, bizning egamiz, bizning xo'jayinimiz yolg'iz o'zi tadbir qilib turishiga ishonishni tavhidur rububiyya deyiladi. Lekin buning o'zi yetmaydi. Yaratgan Alloh, yaratgan Parvardigoring o'zi deyishning o'zi yetmaydi. Buni o'zi bilan inson islomga kirib qolmaydi. Chunki buni xristianlar ham aytadi, yahudiylar ham aytadi. Yaratuvchi bor deydi. Buning o'zi yetmaydi. Islom insonning musulmonligi to'g'ri bo'lishi uchun tavhidul uluhiyya, ilohiyya, ya'ni ibodatimizni ham yolg'iz o'ziga qilishimiz kerak. O'zi asli insonlarni yolg'iz Allohga ibodat qilishga chaqirish uchun kelgan payg'ambarlar. Payg'ambarlar kelishlarining sababi Allohni tanitib, Allohni o'ziga ibodat qilish kerak degan narsani uqtirish odamlarga. Bo'lmasam odamlar bunga kuchli deb o'ylagan narsasiga sig'inib boradi-da. Allohni yaratganini borligiga ishonish o'zi tabiatimizda bor, ichimizda bor, iqror fitratimizda bor. Lekin yaratganni o'ziga ibodat qilish esdan chiqarib qo'yamiz. O'ziga yalinish kerakligini. Shuning uchun payg'ambarlar yuboriladi, shuning uchun kitoblar tushirilgan. Rububiyat parvardigorligi bu Allohning in'omi, bandalarga berayotgan in'omi, parvarish qilishi. Lekin bizning ibodatimiz Allohning haqqi ustimizdagi. Allohning o'ziga ibodat qilish uchun kelganmiz. Kim Allohdan boshqaga birovni teng qiladi, Allohga boshqasini teng qiladigan bo'lsa, shu ibodatda shirk qilgan bo'ladi. Agarchi yakka o'zi yaratgan desa ham, rububiyatida Allohni yakka deb bilsa ham, yaratgan so'zzatil dedim, yaratuvchi, bor qiluvchi bitta deb bilsa ham, lekin ibodatini Alloh o'ziga qilmaydigan bo'lsa, u odam shirk qilgan bo'ladi. Alloh butun ishlar Allohning qo'lida. Hamma ish Allohning qo'lida. Kim tug'iladi, kim yaraladi, kim yaratilmaydi. Ota-onadan yaratilganda masalan kimdir farzand ko'radi, kimdir ko'rmaydi. Allohning o'zi yaratish xohlab o'zi yaratadi. O'zi tadbir qiladi hamma narsani. Kimga qancha rizq berish kerak, qancha ilm berish kerak. Butun hukm Allohning qo'lida. Hamma ish Allohga qaytadi. Xo'p, inson shirkdan qanday qutuladi? Alloh taoloning o'zini yakka xo'ja deb bilish kerak. Xo'jayinimiz, bizning molikimiz, bizning hakamimiz, parvardigorimiz yakka Alloh deb iqror bo'lish, ana shunda shirkdan ajraydi inson. Shirkdan qutuladi. Alloh taoloni bandalarni rioya qilishi, bandalarni parvarish qilishi hech qachon to'xtab qolmagan. Xuddi rizqimiz, moddiy rizqimiz doim berib turadi. To'g'rimi? Doim Alloh bizni rioya qiladi. Uni undirib o'stiradi. Kuchimizni mukammal qilib boradi. Bu moddiy tomonimiz. Payg'ambarlarga qilgan vahiysi orqali, o'zi tanlagan payg'ambarlarga qilgan vahiysi orqali fitratimizni mukammal qiladigan narsalarga vahiy qiladi. Ilm bilan, amal bilan. Parvardigordan boshqa hech bir inson bitta ibodatni shariat qilishga haqqi yo'q. O'zicha bitta ibodatni o'ylab topib, mana buni qilsak Allohga yoqamiz deyishga haqqi yo'q. Alloh taolo qaysi ibodat qilishimizni o'zi o'rgatgan. Ya'ni xuddi badanimizni, ya'ni jismoniy tomonimiz, moddiy tomonimizni moddiy ne'matlar bilan qanday parvarish qilayotgan bo'lsa, ilm va amal bilan fitratimizni shunday mukammal qiladi. Ya'ni ibodatlarni qanday qilishni o'rgatish bilan. Hech bir inson, Allohdan boshqa hech bir kishi, Parvardigordan boshqa, odamlarning xo'jayini, Parvardigori, Robbidan boshqa hech kim o'zicha ibodat shariat qilishga haqqi yo'q yoki biror bir muomalani taqiqlash, mana bu harom, mana bu halol deyishga haqqi yo'q. Faqat Alloh qiladi. Alloh taolo bizga mana buni qilishing mumkin, mana buni qilishing mumkin emas deydi. Alloh taolo inson va jinlarni ibodat uchun yaratgan. Ibodat deganimizni nimani tushunamiz? Ibodat faqatgina namozning o'zi ibodat emas. Albatta namoz eng ulug' ibodat. Lekin ibodat deganimiz Alloh yaxshi ko'rgan, Alloh rozi bo'lgan hamma so'zlar. Gapirayotgan gaplarimiz, bir-birimizga aytayotgan gaplarimiz bo'lsin yoki Allohning qarshisida turib aytayotgan gaplarimiz bo'lsin, namozda, ibodatda, duoda yoki qo'l ostilarimizdagi, ya'ni boshqaruvimizdagi odamlarga gapirayotgan gaplarimiz bo'lsin, tengdoshlarimiz gapirayotgan gaplarimiz bo'lsin, qilayotgan ishlarimiz Alloh rozi bo'ladigan bo'lsa, hammasi ibodat hisoblanadi. Ha, zohir bo'lsin, tashqari ko'ringan bo'lsin. Odamlar ko'ziga ko'ringan bo'lsa ham, siz ichingizdagini bilmayman. Hozir menga haqimda nima deb gumon qilyapsiz? Siz men haqimda gumon qilayotgan gumoningiz Allohga yoqadigan gumon bo'lsa, ibodat hisoblanadi. Allohga yoqmaydigan gumon bo'lsa, hasad, shunga o'xshagan bir yomon gumon qilayotgan bo'lsangiz, u ibodat bo'lmaydi, u gunoh bo'ladi. To'g'rimi? Demak, Alloh rozi bo'lgan,
Alloh yaxshi ko'rgan so'zlar, ko'zga ko'ringan, ko'zga ko'rinmagan amallar hammasi ibodat hisoblanadi. Ibodatlarning eng katta Alloh buyurgan ish Allohni yakka deb bilish, ya'ni ibodatni faqat Allohning o'ziga qilish. Alloh taolo taqiqlagan eng katta narsa bu shirkdir. Shirk nima? Allohdan boshqasiga sig'inish degani. La ilaha illallohning ma'nosi ham shu-da. La ilaha illallohning ma'nosi haqiqiy ma'bud, haqiqiy sig'inilgan faqat Allohdir. La ilaha illalloh deganimizda Allohdan boshqaga sig'inmayman degani. Allohdan boshqaga sig'inishni inkor qilyapsiz. Sig'inishni, ta'zimni faqat yolg'iz shiriksiz Allohning o'ziga isbot qilinyapti. Xuddi mulkida Allohning sheriki yo'qmi? Mana osmon, yerlar kimning mulki? Allohning mulki. Har qanday, ya'ni dunyoni egallagan Zulqarnayn singari butun dunyoni egallagan, Mashriq va Mag'ribni egallagan podshoh bo'lsa ham o'lib ketadi bu. Siz bilan biz-ku mulkimiz ozgina. İnsanların mulki vaqti ham cheklangan, miqdori ham cheklangan. O'lgandan keyin hamma mulki olib qo'yiladi qo'limizda, to'g'rimi? Dunyoga qanday yolg'iz kelgan bo'lsanglar, meni oldimga ham shunaqa yolg'iz kelasizlar deydi Alloh taolo. To'g'rimi? Furoda yolg'iz yakka kelasizlar deydi. Shunaqa. Lekin mulk, butun mulk, xo'jayinlik, egalik Allohniki. Xuddi mulkida sheriki bo'lmagandek, ibodatida ham sheriki yo'q. İbadatning turlaridan biri duo, masalan, duo iltijo. Butun bandalar duo iltijo qiladi. Kimgadir yolvoradi, to'g'rimi? Mana shu yolvorishimizni Alloh o'ziga qilish kerak. Kimdandir qo'rqadi, ta'zim bilan qo'rqadi. Umid qiladi kimdandir. Kimgadir qalbidan tavakkul qiladi, suyanadi. Kimdangadir rag'bat qiladi, xushu qiladi, inobat, panoh so'raydi, yordam so'raydi, qurbonlik qiladi kimgadir atab, to'g'rimi? Nazr qiladi. Mana shular hammasini Alloh uchun qilish kerak. Allohdan boshqasi uchun qilgan vaqtida bo'ldi, o'sha shirk qilgan bo'ladi. Allohga kimdir teng qilgan bo'ladi. Vaholanki o'sha narsalar hech bir yordamga molik emas. Kim Allohdan boshqasini yaxshi ko'rsa, Allohdan boshqani yaxshi ko'rsa, Allohdan boshqadan qo'rqsa, Allohdan boshqadan umidvor bo'lsa va Allohdan boshqaga xorlik, hokisorlik qilsa, xuddi Alloh bilan teppa-teng. Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rsa, Allohdan qo'rqqandek qo'rqsa, Allohdan umidvor bo'lgandek shunday umid qiladigan bo'lsa, boshqa birovdan, mana shu shirk qilgan bo'ladi. Buni Alloh kechirmaydi. Alloh taolo meni o'zimdan umidvor bo'lgin deyapti. Umidni faqat Allohga bog'lanadi. Meni o'zimdangina qo'rqin deyapti. Allohning o'zidan qo'rqasiz. Chunki o'sha hammani tadbiri Allohning qo'lidadir. Allohning o'zidangina qo'rqamiz. Bu qarang, Allohni yaxshi ko'rib, Allohdan boshqasini ham yaxshi ko'rsa Alloh bilan teng. Allohdan qo'rqib, boshqadan ham Alloh bilan teng qo'rsa shirk bo'ladi deyilyapti. Endi Allohdan boshqani Allohdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rsachi? Allohdan ko'ra ko'proq qo'rqsachi? Uni rozi qilaman deb, uni shariatga teskari hukmlarini bajaraman deb ko'proq harakat qilsachi? Allohning roziligi uchun harakat qilgandan ko'ra bandalarni rozi qilishga ko'proq harakat qilsa qanday bo'ladi? Battarroq bo'ladi, yomonroq bo'ladi, to'g'rimi? Yani inson eng birinchi hayoliga kelgan narsa Allohdan qo'rqishni, Allohdan umidvor bo'lishni, Allohning o'zini roziligini topishga harakat qilishni birinchiga qo'yish kerak. Qolgan narsalar hammasi yo'lda. Sufallohlar aytadilar-ku, masalan, yaxshi ayol eri rozi qilish uchun harakat qiladi. Lekin eri rozi qilishdan asosiy maqsadi Allohni rozi qilish. Allohni rozi qilish yo'lida er ham rozi bo'lib ketadi. Xuddi shunisiga boshqa bandalarni rozi qilib yashaladi, shariatga xilof bo'lmagan ishlar bilan. Ota-onasini rozi qiladi, inson rozi qilish kerak boshlig'ini, to'g'rimi? Shariatga xilof bo'lmagan ishlar bilan. Allohning roziligidan ustun ko'rib bo'lmaydi-da. Allohning roziligi eng birinchi turish kerak. Alloh bandalariga yana bir farz qilgan farzi bor. Tog'utni inkor qilish kerak. Tog'utni inkor qilib Allohning o'ziga ishonish kerak. Tog'ut degani nima degani? Tug'yon deymiz. Tug'yon haddan oshish degani. Banda Alloh taolo cheklab qo'ygan, chegaralab qo'ygan chegaradan o'tsa, masalan, sig'inayotgan holatda ham, ya'ni inson sig'inmay iloji yo'q. Kimgadir sig'inadi. Allohga sig'inish kerak deyapmiz-ku. Sig'inish ma'nosida Alloh taolo faqat o'zini aytgan. Lekin itoatda payg'ambarga itoat qilamiz. Ergashishda payg'ambarga ergashiladi. Ya, boshliqqa itoat qiladi, er ayoliga, bola otasiga itoat qiladi, to'g'rimi? Ana shularda ham chegarasi bor-da. Alloh taolo qo'ygan chegaradan oshirib yuborsa, shu tug'yon bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni Allohdan boshqaga inson muomala qilayotgan paytida Alloh qo'ygan chegaradan o'tsa, xoh u sig'inilgan narsa bo'lsin yoki ergashilgan yoki itoat qilingan bo'lsin,
Ana shular hammasi tog'ut hisoblanadi. Tog'utlar juda ham ko'p. Tog'utlarning eng kattalari 5 ta. Birinchisi shayton. Allohning la'nati bo'lsin shaytonga deyaptilar. Iblis, tog'utlarning eng boshi shayton. Va yana insonlar ibodat qilsa shunga rozi bo'lgan inson. Ba'zilar o'ziga ibodat qildirishni xohlaydi. Xuddi Fir'avn aytgan-ku, ana robbukumul a'la. Men sizlar xudoyinglarman degan. Menga sig'ininglar degan. Ana shunday odamlarni sig'inib shunaqa ibodat qilishga rozi bo'lib o'tirsa, shu ham tog'ut bo'ladi. Eng birinchisi shayton, ikkinchisi shu. Yana kimdir o'ziga ibodat qilishga chaqirsa, odamlarni o'ziga sig'intirgan chaqirish ham shu tog'ut bo'ladi. Yoki g'ayb ilmini bilaman deb da'vo qilsa ham tog'ut bo'ladi. Yo'qolgan narsangizni topib beraman. Sizni ertaga kelajakda mana narsa kutyapti, anaqa narsa kutyapti. Baxtli bo'lasiz, baxtsiz bo'lasiz. Tijoratingiz yurishib ketadi, yurishmay ketadi. Ya'ni kelajakdagi narsani bilaman deb da'vo qilgan ham tog'ut bo'ladi. Shariatning hukmidan boshqa hukmni chiqargan ham tog'ut bo'ladi. Mana narsa qilishing mumkin emas, mana qilishing mumkin degan Allohning shariatiga xilof o'laroq shunday qilganlar ham tog'ut bo'ladi. Demak, bugungi e'tiqod, iymon masalalarining ikkinchi darsida shu. Qisqa darslar bu. Alloh taolo bilmaganimizni bildirsin, bilganimizga amal qilishga nasib qilsin. Bu oddiy ma'lumotlar, lekin insonning qalbiga singish kerak. Buni qayta har xil domlalardan, har xil mav'izalardan, har xil kitoblardan o'qilsa, o'zi Qur'oni Karimda ham, hadisda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu masalalarni turli tuman qilib tushuntirganlar. Bu dunyoga ibodat uchun kelganimizni ham, Alloh taoloning o'ziga ibodat ham amaliy ham ya'ni nima deydi, nazariy qilib tushuntirganlar. O'zlari ham amalda ko'rsatib berganlar. Ya'ni qancha janglarda bo'lgan voqealarni ko'rsak, Rasulullohning Allohga tavakkullari, qo'rqmasliklari, Allohdan boshqasidan. Bitta misol, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kun Madinada qattiq bir shovqin bo'ldi. Sahobalar nimaiki ko'rib kelaylik deb 3-4 kishi to'planib boraylik deyishganda, Rasululloh u yoqdan kelayotgan bo'ladilar. Qo'rqmanglar, men ko'rib keldim, hech narsa yo'q deb. Inson Allohga ishonsa, qo'rqmas, jasur bo'ladi. Jasur bo'ladi degani ya'ni behuda, buzg'unchi bo'ladi degani emas, lekin qo'rqmas, botir bo'ladi. Alloh taolo bilmaganimizni bildirsin, bilganimizga amal qilishga muvaffaq qilsin. Subhanakallahumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.